Samarqand viloyat filarmoniyasi go'zal raqqosalariga ham minnatdorchilik bildiramiz. Ajoyib chiroyli go'zal raqslari uchun albatta. Davramizni davom ettiramiz azizlar. Ayni fursatda bugungi konsert dasturimizga aziz mehmonlarimiz, qolaversa ustoz san'atkorlarimiz ham tashrif buyurganlar. Ayni fursatda kamol ehtirom ila davramizga eng avvalo Samarqand viloyat madaniyat boshqarmasi boshliq o'rinbosari G'azal aka Sirojiddinov. U kishi bilan birgalikda ustoz san'atkorlarimiz albatta Bahodir aka Sirojiddinov, Azizoddin aka Salimov, qolaversa Yulduzxon Hafizovalarni davramizga taklif etmoqchimiz. Marhamat. Assalomu alaykum aziz yurtdoshlar, vatandoshlar. Xursand bo'ldim. Chunki o'sha Samarqand desa, Samarqandning madaniyati desa shunday markazini men tayloq deb bilaman. Chunki eng zo'r ijodkorlar, eng zo'r shoirlar, hofizlar shu tayloqdan chiqqan. Shulardan yana bittasi mana Otaxon aka Isomiddinov, yaxshi do'stimiz, yaxshi hamkasbimiz. Ilohim ishlaringizga rivoj bersin. Bundan-da katta konsertlar berish nasibi o'zi aylasin. Xursand bo'lyapman, mana ijodkor bolalar, sozandalar, raqqosalarni ko'rib, mana shu markazga kelganimda Toshkentdan kelgan filarmoniyalar, raqqosa, sozandalar kelganda xuddi shunaqa muhit bo'lardi, shunaqa nimani berishardi, taassurotni. Bugun mana o'zimizda tayloqda ijodkorlari ham xuddi shunaqa muhit beryapti. Xursandman, qo'llab-quvvatlab turganlaringiz uchun rahmat, baraka topinglar. Rahmat. Viloyat madaniyat va san'at sohasida rivojlantirishda o'zining munosib hissasini qo'shib kelayotganligi, ko'p yillik samarali mehnati, tashabbuskorligi, fidoyiligi uchun Tayloq tuman madaniyat bo'limi boshlig'i Isomiddinov Otaxon Mehrojovich tashakkurnoma bilan taqdirlanadi. Viloyat madaniyat boshqarmasi. Muborak bo'lsin. Eliyor Efekan'ı Eliyor. Avvalambor assalomu alaykum aziz mehmonlar, hoji otalar, hoji onalar. Mana boshqarmamiz boshliq birinchi o'rinbosarlari, shogirdimiz domla Xumiyning aziz izdoshlari, qolaversa Sirojdinovlar sulolasidan mana boshlig'imiz yaxshi tabriklaydilar. Tayloqdagi san'atni o'rni men doim aytib kelganman, yoshligimni to hozirgacha aytaman, xuddi bu kishi aytganday, Tayloqda o'zining o'rni bor. Tayloqdagi san'atkorlar viloyatda bironta tumanida yo'q. Men ishonch bilan aytaman. Shuning uchun mana Otaxon davom etgan, bundan oldin davom etgan konsertlar yana davom etsin. Bu konsertlar bardom bo'lsin. Faqat Tayloq tumanida sahnasida emas, qolaversa respublikadan ham biz kutib qolardik san'atlar. Rahmat, omadingizga ijod. Otaxon akamiz Isomaddinovni bugungi bayram, bugungi mana shunday katta konsert bilan chin yurakdan tabriklayman, chunki yakkaxon konsertlarni birinchi qadam qo'yishlari bardavom bo'lsin deyman. Har yil ana shunday konsert berish sizga nasib aylasin deyman. Shaxsan o'zim nomimdan va Tayloq tuman madaniyat bo'limi nomidan, barcha xodimlarimiz nomidan sizga mustahkam sog'lik tilaymiz. Avvalambor sog'lik tilaymiz. Sog' bo'lsangiz, boshqa hamma narsa topiladi. Va mana shu yerda kelib o'tirgan, mehmonlar ichida o'tirgan, sizni dunyoga keltirgan otangizga, onangizga ta'zim qilamiz, katta rahmat deymiz. Mana shunday o'g'lonni sizlar bizlar uchun dunyoga olib kelgansizlar. Rahmat deymiz sizlarga. Tabriklaymiz. Bardavom bo'lsin. Rahmat. Avvalambor G'azal aka ketmay turing. Hozir
juda ham hayajondaman. G'azal Sirojiddinov Jamolovich. Uzoq yillar birga ishladik. Mana hozirgi kunda mana shu dan ish uslublarini o'rganib, shu kunlarda mana men ham harakat qilyapman, shu yaxshi olib borishga ishlardi. Va ulug' ustozlarim hozir mana shu yerga chiqqan. Ziyodulla Hoji bobom, Bahodir Sirojiddinov tambur taxallusi bilan ijod qilayotgan ustozlar berga mana shu ulug' insonlarning ichiga ishlayapman. Shu kishilardan har tomonlama o'rganayotgan kerak narsalarimiz haddan ko'p. Bir umr borliklaringizga shukr. Yulduz opajonim, bu insonni til bilan tushuntirib bo'lmaydi qanaqa buyuk insonligini. Ulug'lar, sizlarning borliklaringizga shukr. Sizlarni men yaxshi ko'raman. Kattakon rahmat e'tiborlaringiz uchun, duolaringiz uchun. Kattakon tashakkurlarim sizlarga. Marhamat, qo'shiqlarimiz. Davom etamiz. Moylayman ushbu qo'shiq, ushbu kuyni sevmaydigan insonlar bo'lmasa kerak. Ayni fursatda filarmoniyamizning go'zal qizlari tomonidan chiroyli raqslar va xonanda Otaxon Isamizov tomonidan lazgi sizlar uchun qarsiylar olqishlar.